İmomlik İngiliz Gurda kanalının obunachilari, do'stlar, birodarlar. Mana biz Xudo xolasa kurkalarimiz juda ham go'zal holatda katta bo'lyapti. Mashalloh. Mana bo'lsa 1 oyu 22 kunlik bo'ldi, do'stlar. Kilosi bo'lsa kattalari 3 kiloga bordi, kichkinalari bularimiz 1,5 kilo. Bitta shu bor xolos. Kichik bo'lganlari 2 kilodan oshiq, chunki hal tortib ko'rganimiz yo'q. Primerni billab kiyganlarimiz bizdan kichikroq bo'lgan qarindoshlarimizniki 2 kilodan o'tdi. 2 kilo 20, 2 kilo 30 gram bo'lib qoldi. Biznikilar sharoiti yaxshiligi ham, tagi quruqlik, issiqlik tagi zo'r. Hisobiga ham ancha tez katta bo'lyapti. Yana buni bizga eng katta foyda tomoni, yem suvdishni qancha balandga qilgan sarimiz bular bo'yi o'sishi, rost yemini beryapmiz, yordam bo'lyapti, yaxshi bo'lyapti. Do'stlar, mana kurkalarimiz haqiqatdan ham boqadigan narsa ekan. Go'sht yo'nalishi zo'r narsa ekan. Xohlasa tez fursatda bular yetiladi. Bu ketishda bo'lsa o'sha 5 oyda aniq indamay 20 kilo oshib ketishi aniqroq bo'lsa kerak. Ish beringchi. Do'stlar, buni qora qaqilloq o'rdagimiz boshqacha xarakteri bo'lib qoldi. Qandaydir ko'p shovqin qilyapti. Nimagadir asabiyroq. Tuxumlarchi ham ko'p kirib olyapti. Kurki bo'lib qolish instingi ham bo'lishi mumkin. Men chunki bir YouTube'da ko'rdim. To'bolaning qora o'rdagi, mana qora rangli o'rdagi kurki bo'lganini ko'zim bilan ko'rdim. Balki bu ham kurki bo'lib qoladimikin endi. Lekin indisikilarimiz yotgan yo'q. Ikkala tovuqimiz ham xudo xolasa tuxumda. Indushkalarimiz hozircha jim nimagadir. Lekin ular qanday o'zgarib qolyapti. Ya'ni xarakterida o'z boqib turgan jonivorlar bilasiz-ku. Yemamcha yemayapti. Shovqin suronni ham kam qilyapti qandaydir. Balki bu kurki bo'lishga yaqinlashtirib turgandir. Do'stlar, hozir bir qiziq narsaga ko'zim tushib qoldi. Mana tuxumchani ko'ryapsizlarmi? Mana tuxum ekan bu endi. Kichkinaligini qarang buni. Shunaqa ham tuxum bo'lishi mumkin ekan. Tobingdan ketay. Ikkala tovuqimiz ham tuxumda. O tovuqlar katta tug'adi. Mana bu o'sha buradagi tuxum. Shunaqa ham tuxum bo'lishi mumkin. Juda qiziq, juda ham qiziq. Bizda buni yaponcha, siz yaponcha nimamiz yo'q-ku bizda. Ham tuxum bo'lishi mumkin bu. Do'stlar, kommentariyada fikrlaringizni bildiringlar. Menda shu mana oq tovuq bor ikkita. Keyin qaqilloq o'rdak, indisiy o'rdaklar bor. Bo'ldi, buni kurkalarimizni tepadan qo'yib o'rganimiz yo'q. Kurkalar tuxumda buna tuxum tug'masa ham kerak, hali kichkina bular jo'jayim. Lekin qaysi bo'lar shunaqa tuxum qo'ydi ekan? Juda ham qiziq. Mayli do'stlar, uni qo'ya turamiz. Quyonlarimizni ham bir xabarlab qo'yamiz. Qani, ajanim. Xo'p, bitta maslahatli ish bor do'stlar. Mana bu ina quyonimiz bo'lsa, mana birinchi paytda o'sha 3 ta tuqqan bolalar bo'lsa, buning ichidan bitta erkagi, qorasi erkak ekan. Bu o'z tuqqan onasiga
sakrab qo'ydi. Biz endi ulgurmay qoldik. Uchoq ham qiz bolada o'ylab illashtirib shunaqa ko'rib qolibdi deylar. Shunga endi parrandachilikka bunaqa holatlar nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Kommentariyaga shuni bilganlar yozib olsalaring, biz ko'nglimiz ko'tarilib qolardi. Shirin to'ylarimiz. Ba'zi ikkinchi to'ylarimiz esa xudo xolasa yonimizda yaxshi bateriyalar juda ham kam. Почти yo'q hisob. Voy voy, chiqinglarchi baqa. Ko'rishaylik sizlar bilan. Ha do'stlar. Biridan biri chiroyli. Bunisi chiroyliligini qarang. Quloqchalar. Mana o'sha oxirgi partiyamiz. Mo'ysha. Do'stlar, mana shu video bilan videomizni yakunlaymiz. Bizni doim kuzatib boring. Like, podpiska, komment esdan chiqmasin. Qancha ko'p like bossalaring, obunachimiz 450 ta bo'libdi do'stlar. Lekin hali bironta videomiz 100 ta ham like yiqqani yo'q. Qancha ko'p like, qancha ko'p komment nima bo'lsa, qiziqishimiz ortib, yana ham ko'proq video qilishga harakat qilamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.